sekin yetarlicha. O ana shara. Qorlarni ko'rasizlar, qorlar turib deb ichida akalar to'qol variantidan. Sementallar gibrid ekan akalar bu. Ana akalar. O'ynoqlab turgan yer. Bo'ldi, ushlab turamiz. O'ynoqlab turgan yer. Yetarlicha. Mana akalar onasi. Kurak ikkita ko'rsatma qo'yamiz. Hamma yo'g'i joyida. Ushlab turamiz. Jo'ydagi puli bor, uylarda o'tirib, mart oyini aytamiz. Obunachilar, sizlar uchun shved majinlarni, mana shved majin deysizlarmi, inabol deysizlarmi, har xil turda aytib qo'ydik. Laklar bo'lsa, obunachilar bo'lsa, patish yapib tursalaring, bundan da sizlardan joylar. Bitta ko'rsatmalarni. Assalomu alaykum, Said Akbar Uz kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube ishqibozlari, Chorboy ishqibozlari. Akalar mana shvedlar akalar. Akalar shved deganga shved xonojinimiz bor. Ona bola deganga ona bolasi bor. Akalar onasi ham, bolasi ham to'qol variantidan, onasi ham to'qol varianti, onasi ikki kurak akalar. Birinchi bolasi. Xo'p, suti deganlarga akalar molni bolasi emib yuribdi. Buni kelgandan beri soqqanimiz yo'q. Egasi 4 litr, 5 litr beradi dedi. Biz buni soqqanimiz yo'q. Xo'p, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'ida o'zimizni xonadonimizdan chiqaryapmiz obunachilar. Xo'p. Said aka metring deb kelib turgin. Obunachilar kimgadir ma'qul bo'lsa, telefon qilib aloqa chiqarsa, ostiga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Yeyish-ichishi muammosi yo'q. Dastlabki xizmatlarimiz vodiy bo'ylab muammosiz, Tog'li tomoniga kelishilgan holatda, Xudo xolasa, hop 2026-yil 22-iyun sanasida syomkalarimiz asr namozi atroflarida chiroyli qilib Said Akbar bilan olish maqsadida boshladik. Said Akbar, shvedni o'lchaching. Sekin. Chiroyli qilib. 98 yoshsin. Qo'ychi metrni. Bo'ldi, 98 ga olishaver ekansizlar akalar. 199, 1 endi metrga talashmaymiz. Said Akbar buni bunda ko'rsat o'g'lim. Yechaverasan metrda qo'yib qo'yavering. Yech. Akalar mana. Xudo xolasa shvetimiz ham yeyish-ichishi hammasi sinovimizdan o'tgan. Bemalol, behijolat hali qilinaveradi. Ular turib deb ichida muammosi yo'q. Bo'ldi Said aka, bunda baqa qaytarchi. Qaytar baqa o'g'lim. Kela. Akalar mana. Onlarni hamma yo'g'i oyoq qo'llari deysizmi, hamma yo'g'i baqma. Tort, bog'la joyiga. Xo'sh. Joyiga bog'la. Said aka, pulini ayting. Pulga kelsak 14.500.000 so'm savdosi bor. 14.500.000 savdosi bor. Ana, mol bolasi necha endi? To'xtab tur, bitta o'lchov metrda. Mana metr. Shashilmay yaxshilab qo'yib, keyin aytadi razmerini. Mana sen qo'yib, men ezmay aytaman, hayra boraman. Bo'ldi, 92 ekan, 90 plus. Yech endi bolasini. Ya, shashilmay. Yetadi. Mana uzunliklari hamma yo'g'i Xudo xolasa zo'r mana akalar. Oyoq qo'llari ham hamma yo'g'i kelishgan mana. Bo'ldi, obora. Mana akalar. Xudo xolasa hamma yo'g'i ostoxonalari ham o'ta zo'r holatda. Said aka, buni ona bola qo'yamiz. Onasini o'lchash sekin borib. O'lchamay aytaveraman razmerini. Sekin. Bo'ldi. Bo'ldi, 1.15 atrofida ekan. Yech endi onasini. Qo'lingga aytaverib yech. Aytaylik. Mana, akalar. Mana. Tashqarida bir aloqamiz ichkarida qo'radagi buzoqlar baqirib beryapti, ovozni uzib qo'yyapti. Mana akalar. Kimga qanday holatda kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar, to'qol variantida akalar. Ana akalar. Akbar, olib kelaver. Sekin tort. O'kilangan bostirmay tort baqa. Akalar mana. Xudo xolasa qaysi bir molimiz ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Mana belab oldik. Buni narxlarini aytib qo'yasizmi, ina bolani? Ina bola narxi qancha? Ina bola
narxi 29 million so'mga vodiyga savdosi bor. Ha, ina bolam narxi 29 millionga vodiyga savdosi bor, ha? Hozir tomonidan kelishilgan holatda. Saidakbar bunday qilamiz. Hop, Samarqandgacha 29 millionga ina bolani yetkazdirib beramiz. Tog'ni bu tomoniga o'tib beramiz. Bo'laveradimi? Bo'ldi, akalar, kimgadir ma'qul kelsa aloqa chiqaverasizlar. Bugungi video roliklarimiz shu akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimgadir agar kerak bo'lsa, hozir qo'rada ham shvedlarimiz bor. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Ma'qul kelgan odamlar telefon qilsa, narxini kelishtirib beraveramiz. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, mana bunday qo'rada boqilayotganlar ham bor. Xudo xolasa kelishtirib beraveramiz akalar. Ma'qul kelib qolsa, aloqaga chiqib qanchash qo'radagi bo'zayingiz desangiz, kelishtirib berilaveradi akalar. Bu ham xudo xolasa yaxshi shved akalar. Bugungi video roligimiz shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda chiroyli holatda, yaxshi kayfiyatda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik.